Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Kech bo'lganda. Barno uyga borsam, oyim sizni ertaga Ikrom bilan uchrashishga rozi bo'ldi dedi. Shu gap rostmi? Ha, Rostmi deyapman? shunaqa. Jinarsan. Menga qara, ertaga uchrashuvga chiqmaysan. Tushundingmi? Sizga nima bo'ldi? Seni hech kimga bermayman. Meniki bo'lishing kerak. Ikrom, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. O'zingchi? Qayerdasan, Ikrom? Ko'chada uchrashuvda edim. Uchrashuvda? Yoningda qiz bormi? Qayoqda deysan? Kemada, hali ham kutib o'tiribman. Nazarimda kelmasa kerak-ku. Ha. Shunaqa degin. Sen nega qo'ng'iroq qilganding? Biror ishing bormi? O'zim shunchaki hol ahvol so'ray degandim. Kelinglar xolamni olib uyga. Xo'p, mayli. Mayli. Demak, uchrashuvga chiqmabdi. Endi oyim bilan gaplashib bor haqiqatni aytishim kerak. Ko'nglimga hech sig'mayapti. Uyimga borib hayotimni hal qilib olishim kerak. Yomonmas ekan. Ha, shuni ayting.